Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi xalqaro hamkorlik, ilmiy va akademik almashinuv jarayonlari, ta'lim sifatini oshirish, innovatsion g'oyalarni tatbiq etish hamda global tajriba almashishning muhim omiliga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan xorijiy universitetlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash Qo'qon davlat universiteti faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugun Qo'qon davlat universitetida Chexiya Respublikasining Liberets universiteti rasmiy delegatsiyasi mehmon bo'ldi. Tashrif doirasida Liberets universiteti rektori professor Miroslav Brejina hamda prorektor professor Aylesh Kochourik universiteti rektori Dilnoza Xo'jayeva bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasida ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, qo'shma ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish va professor o'qituvchilar hamda talabalar o'rtasida akademik almashinuvni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida tomonlar o'zaro anglashuv memorandumini imzoladilar. Bu hujjat ikki universitet o'rtasidagi ilmiy, madaniy va ta'limiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Delegatsiya vakillari Qo'qon davlat universitetining registrator ofisi faoliyati bilan ham tanishdilar. Ularga ta'lim jarayonini raqamlashtirish, talabalar ma'lumotlar bazasini boshqarish va elektron hujjat aylanish tizimi haqida ma'lumot berildi. Chexiyalik mehmonlar universitetda joriy etilgan raqamli boshqaruv tizimini yuqori baholab, bu tajriba xalqaro miqyosda e'tirofga loyiq ekanini ta'kidladilar. Tashrif davomida delegatsiya a'zolari san'at va sport fakultetida bo'lib, talabalarning ijodiy ishlari va sportdagi yutuqlari bilan tanishdilar. Fakultetda yaratilgan ijodiy muhit va yoshlarning imkoniyatlari mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Tashrif Qo'qon davlat universitetining xalqaro hamkorlik yo'nalishidagi faoliyatida muhim ahamiyat kasb etib, O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi ta'lim aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.